to'y qitig'ingning vaqti tushibgan uzatamsiz yo'qmi? To'g'ri qarab o'tay-a. Qarab boqala. Ucu. Turas vaqt tushibdi. Uzatamsiz yo'qmi? Uzatimiz. Uzatmaymiz. Ya uzatimiz bir şey. Bu birlik kelmasak bo'lmaydi bu nuqtada. Kichik kirib aldirmay, parangizni men 5 minut vaqt beray sizga mana. Men sizlarga 5 minutli vaqt beraman. Ikkingni o'rtoqlik kelmasang bo'lmaydi. Ya uzatimiz, ya uzatmaymiz. Agar uzatmaydigan ish bo'lib qolsa, bir uyda turishinglarga bo'lmaydi. Canım biz 5 yıl yakışında bəxtli gidiyordu. Nima deb vaqtni uzatmaymiz? Siz o bəxtlikkensiz, men qat'iyim bəxtlikkenmez. Bo'ldi, to'shqan bo'lsa uzatmaymiz. Men mushkun saqlavat qilib ne vaqt hozir. Odatda bunda birsinglar uzataman, birsinglar uzatmayman degan ahvol ostida. Sizlarningki er ayollik munosabatlardan asosiyatdan mas'ul ko'rildi degan gap. Bunda qilaylik, men sizlarga bir kichikgina bir sinaq ishlab berib qo'yay. Shuningdan siz o'zingiz bir qaror chiqarib olamsizlar. Birinci sınav, yerinizden saklanıp koyun. Ben özüm alaydım. O mesela tordu kırvagan şüphemle bir şey takıp kız var kimin, kız var kim o dedi kanaydılıp ketmeyim ben. Akilin abi. Ali. Neyim kılmaya bu da? Ayağının kışını onşap koyar. Onşap. Hocam, bo'ldi, o'zim avvalo kashiruvchi majum ya mening ko'zimni qarg'uq qo'ydi ya qishimni yo'qlab qo'ydi. Men o'zimni alayan yaxshisichimi? Yuqorqilardan shundoq ko'rib olishga bo'ladiki, ikkinglarda o'zaro ishonch deydigan narsa qolmabdi. Mulda kichkina tekshiruvchi. Ikkinchi sinov. Ustalning ustida 3 xil tamdagi somifin bor. Ayolning eng yaxshi ko'rib yeydigan somifin qaysi tam? Ala, topta. Ma şansaya bahse emes bunu yorumaya karan çiğkendim şansaya sadım ben sanmayayım dedi. Pek ciddileşimiz bu şundan. Ben amra ki ma yemeydi o. Emes bu tatam var. Ma karsam bağladek durdu, ma viladek durdu. Ma hotun açık neyse olmasa yaşayamaydı, açık olması yaşayamaydı ma hayatında. Şu olmuş bağlar şu. Şu. Men ochiq narsa yemayotgan neva uruqlayotgan tursam men buni shulik qilmoqchi ketdi. Sen chu qaramay qat'iy yaxshi ko'rmaysan. Uzataylik deb ketdi. Uxlab tushing. Uzatmaymiz. Açık yedin o burum ezildin şu. Qarang tashuruvchi, mana yeyotgan tamg'imni bilmayapsa bu berim shu. Ha bo'ldi, keyingi sinov o'tibdilar. Aldığınızda 3 tılpın var. 3 tılpında 3 xil o'yin. Muşdan içinden eringiz eng yoqtirib o'ynaydigan o'yin deb chiqqan. Buni har kun o'ynaydigan o'yin o'xshash-ku, traktor o'xsharaq bilan mencha shu vaqtga degan shu. Men 5 yıl oldu. Birlam uya oynayma, birlam yoshi oynayma. Aş keç uxlagandım ben. O yönüp nim oynatsız cenem, nim oynatsız degan vaqtim men deb birdim. Men birlam uya oynab baqdim. Men boshqani oynab baqmadim. Yingshum nemlam oynab baqdim men. Kapak mana emasmi? Sizlarda bundaq maslashganlik, bundaq mochi deydigan narsa qilmabdi-mi oilada? Eng oxirgi o'tab ketlar bo'ldi. Eng oxirgi sinoqni qilishdim burun men bir sinoq qilib baqay ya o'zim. Muzdekninki qaysini men eng yaxshi turmat deb baqay qana. Ana. Mana emasmi? Men yo'q niyada shaplushambin yo'q. Nemişki yo'q, potilkularla birini qo'yama beşiga. Ay. Voy eng oxirgi sinoqni qilaylik. Qilaylik. Ko'raylik. Eringizning ko'zi etik. Siz ash eringizga hozir buyruq berib, tozliq qo'yib kirgizing. Ha, o'ntirab. Voy, o'ng davatma. Men vatmay ya, mana bizim taqishvatmanda. Qolma seni o'ntirab davatma. Mana ya o'ngga men vatmayman mo. Mushuni qamlashtirib qilamsan, o'ng davatma. O'ngda men bir narsa bor-ken, to'sarliqken. Meni o'ng tarafim, meni. Mangdiga dem men to'sam, mening o'ng tarafimda turmamsa, mening javzurim turib so'zlamansa, uni mening nuqtam turib. Sen nimishqim mening tarafimda turib o'ylayolmaysan? Sen o'zingning nuqtasi degan bilan men qilayotgan ishni men qiladigan to'sam, mening nuqtam turib demansiz gapni. Mening tarafimda turib o'ylagan bo'lsang, o'ng tarafni tushunatding. Mana shu o'ng taraf to'saqken. Nima? Sizlarda fikrlashishdan eg'iz etish mumkin emas ekan.
Ben qarsam, men to'y xitiniki vaqtini uzatishnikka qattiq zo'rayapman. Hey, sizlarda ne ishonch, ne mas'uliyatchanlik, ne fikrlashish. Buning hammasi tugishibdi sizlarda. Hozirlar uydan beka bo'lib, bir narsani yig'ishtiringlar. Men uydan ayrılmas. Dedim-ku vaqt uzatishning ahamiyati yo'q. Vay uzatmasan uzatmak ne? Men uy kimda? Mana. Qurban siz men. Xo'sh. Hey, sana rast gelsem sel qiymayapman. Ben de şu. Baxtli bo'l. Sen de şu. Vay, balda. Men mening oldimda to'la bebe. Qiyishmagandek. Men yaxshi ko'rsaman, qiyafat kirib olmaylar. Navada men to'y xitiniki kuchga ega muddatni to'shab, vaqtini uzatmaganlar bor. Mushundan o'zanligi mas kelgandan birini tanlab, asta shular bilan qolganini o'tirgandan g'amga kiraylar. Juma. Ma'u qili. Uyda tamoq yeb qilgan şeyler. Men aylik kuyundigandek qildi. Mushu. Bo'ldi. Unda olib qolsa men bir mala bilan aloqa qilish baqay. Bular men vaqt uzatdimi, uzatmadimi? Juma? Hadi. Yaxshi. Siz men to'y xitingizniki vaqtini uzatdingizmi, yo'qmi? Ma'qul. Bo'ldi. Men. Hey. Sen Murat Muzdek.